Mana o'tgan yakshanba qo'shninikida to'y edida. Ham qo'shni ham uzoqroq qarindosh bo'ladi. Erta dedam uyg'otdilar. "Tur, to'yga chiqib kelamiz" dedilar. "Oshga" dedilar. Ha, bo'pti deb turdimda yuz-qo'limni yuvib, shuni oynaga qaradim, qarasam mo'ylovli o'sgan, soqollar mashq holatda o'sgan. Keyin rosa xijolat qildim, qandaydir borib. Endi iymon sustligidandir balkim. Keyin chiqaymikin, chiqmaymikin deb rosa o'ylandim. Chiqmay desam, to'y yoshidan yegim kelib turibdi ertalabda. Chiqay desam, odamlar hammasi pulga qaraverib, haligi yov qarash qilavermasmikan deb ham o'yladim, to'g'risini aytsam. Keyin tayyorgarligimda o'sha kiyindim, birga chiqdik dedamlar bilan. Dedamni asosiy eshigidan kirib ketdilar, men orqa eshikdan kirib bordim. Endi qo'shni-ku baribir, odamlar bor ekan, xizmat qilgani. Keyin kirdimda eshikdan kirib turib birpas xizmat qildim. Osh tashidim, choy tashidim, u qildim, bu qildim. Xullas e'tibor bermadim hech kimga. Qarasam, haqiqatdan uydagilarning ichida hech kimda soqol yo'q. Hammada, ko'pchilikda, endi 90% odamda menimcha. Keyin qarasam hech kim unaqa e'tibor bermayapti. Jay unaqa strashniy holat emas. Oddiy qabul qilib, men ham o'zim bilmaganga olib xotirjam his qilib yurdim. Xullas shunaqa gaplar. Qishlog'imizda odamlari ham to'g'ri qabul qilishdi. Endi aslida buni meni soqolimni soqol deb ham bo'lmaydi. Sanaqa o'stirib yuradiganlar bor. O'rtacha holatda qilib oluvdim yanayam. Xullas yaxshi, rahmat hamma qishlog'imiz insonlariga unaqa oldinlari rosa gapirardi, har xil qarardi. O'shanga hozir unaqa yo'q, yaxshi.